بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله Amma ba'd, assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Alloh subhanahu va taoloning go'zal ismlari silsilasidan birodarlar, Robbimizning Assalam ismini dars qilib boshlagan edik, davom etkazamiz. Bugun ikkinchi dars. Robbimiz subhanahu va taolo Assalam bo'lgan zot. Assalam degani salomatlik degani, omonlik degani, xotirjamlik degani, osoyishtalik degani. Allah azza va jalla Qur'onda shunday marhamat qiladi. Astagfiru billah. Innal ladina qalu robbunallohu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika. Albatta Parvardigorimiz Allohdir deb so'ngra to'g'ri ustuvor bo'lgan zotlarning oldilariga o'lim paytida farishtalar tushib aytishadi. Qo'rqmanglar, g'amgin bo'lmanglar. Sizlarga va'da qilingan jannat xushxabari bilan shodlaninglar. Bizlar hayotda dunyoda ham, oxiratda ham sizlarning do'stlaringizmiz. Ya'ni bu Robbim Alloh deb mustaqim bo'lgan bandalarni Alloh taolo salomat qiladi ikki dunyoda. Alloh bilan muomalangda salomat bo'lasan. Bundan ortiq qanaqa martaba bo'lishi mumkin? Bundan ortiq qanday bir maqom bor? His qilasan, Robbing seni yaxshi ko'radi, himoya qiladi, yordam beradi, saqlaydi, seni do'sting. Mana shularning bari seni ustingda haq bo'ladi. Agar Allohning dinini, manhajini mahkam ushlaydigan bo'lsang. Uyingda salomatsan, oila a'zolaring bilan bo'lgan muomalada salomatsan, ishingda salomatsan, safaringda, hazaringda, yurish turishingda salomatsan. Aziyat yetkazmaysan, ato qilasan. Shuning uchun odamlar seni yaxshi ko'radi. Salomatsan, xotirjam uxlaysan, xotirjam uyg'onasan. Xotirjam ko'chada yurasan. Xavotiring yo'q. Bularning bariga sabab nima edi? Allohdan taqvo qilish, Allohning manhajida turish. Chunki o'tgan darsimizda aytdik, inson Allohning manhajida turar ekan, albatta salomat bo'ladi. Chunki Allohning manhajida turish insonning tabiatida bor narsa. Agar o'zining tabiatiga teskari yuradigan bo'lsa, tabiatiga zid bo'lgan yo'lga qadam qo'yadigan bo'lsa, ya'ni Allohning manhajidan chiqib ketsa, bu odam albatta shaqovat egasi bo'ladi. Kim Allohning manhaji bilan yashasa, nafsi bilan oromda, Robbisi bilan bo'lgan muomalada omonda, atrofidagilar bilan bo'lgan muomalada ham omonda bo'ladi. Nimaga omonda bu mo'min? Chunki u biladi. Nimani biladi? Nima o'ziniki va nima o'ziniki emas. Nima o'ziniki, nima birovniki. Shuning uchun o'zinikini olib, o'ziniki emasni tark qiladimi? Odamlarning haqlarini rioya qiladimi? Shuning uchun uni hamma bilan bo'lgan muomalasi muvaffaqiyatli. Jamiyatda hurmat e'tiborli. Musulmon odam mana shu uchala taraf bilan salomatda bo'ladi. Robbisi bilan bo'lgan muomalada, nafsi bilan bo'lgan muomalada va odamlar bilan bo'lgan muomalada. Mana shu uchta doira. Mana shu uchta taraf bilan muomala qilamiz. Nafsimiz bilan, Robbimiz bilan va odamlar bilan. Robbimiz subhanahu va taolo bizga tafsiliy dasturni berdi, shariatni berdi. Shariat-i islomiya siz bilan bizni hayotimizda uchrashi mumkin bo'lgan har qanaqa savolni javobini beradi. Paydo bo'lishi mumkin bo'lgan har qanday muammoni yechimini beradi. Bu yechim shunaqa yechimki, uni qabul qilganingizdan keyin bu muammo qaytib paydo bo'lmaydi. Odamlar o'zlari ham hayotda chiqayotgan muammolarga yechimni qo'yishyapti, aqllaridan kelib chiqib. Haligi muammoni bu odamlar qo'ygan yechganga o'xshab ko'rinyapti bir muddat, ozgina vaqt o'tgandan keyin muammo yana turibdi. Ammo shariat bergan yechim esa, agar unga amal qilinsa, shu muammoni taktugi bilan yo'q qiladi.
Shuning uchun aytamiz, shariat islomiyadan biz oladigan eng ulug' foyda salomatlik. Shu so'zimizga e'tibor berib qo'yinglar. Darsimizni asosiy nuqtalaridan bittasi. Shariat islomiyadan biz oladigan eng katta ulug' foyda salomatlik. Qalbimiz ham salomat, nafsimiz ham salomat, jasadimiz ham salomat, jamiyatimiz ham salomat. Mana qarangda. Biz ham shu xotirjamlikni, salomatlikni deb yuribmiz ko'chada. Salomat bo'lishimiz, xotirjam bo'lishimiz uchun pul kerak deb tirikchilik, bola chaqa deb yuribmiz. Mana shu ko'chada harakat qilib yurishimizdan ko'zlagan ayni maqsadimiz ham xotirjamlik va salomatlik. Shundaymi? Ha, shunday. Endi ana shu narsaga yetish uchun faqatgina pul topish kerak deb o'ylayapmiz. Boy bo'lsam, katta daromadim bo'lsa, xotirjam bo'laman, salomat bo'laman deb o'ylayapmiz. Mana shu fikr juda ko'pchilik musulmonlarning kallasiga kirib qolgan. Faqat puling ko'p bo'lsa, xotirjam, salomat yashaysan degan tushuncha bu dinsizlarning tushunchasi. Allohni tanimaganlarning tushunchasi. Xo'p, mana shu tasavvur bilan yashayotgan odam albatta dunyoda salomat bo'lmaydi. Xotirjam bo'lmaydi. Chunki salomatligi bilan xotirjamlik Allohning dinini ushlashlikda, taqvoda edi. Xo'p, faqat pul topsam zo'r bo'ladi hayotim, salomat bo'laman, omon, xotirjam bo'laman degan g'arb odami. Qarangda, o'sha pulni topgani ham baxtsiz, topmagani ham baxtsiz. Ammo biz aytayotgan shariatni mahkam ushlab, shariat manhaji bilan yashayotgan taqvodor mo'minlarni qarangda. Agar biz aytayotgan shartlar unda topilsa, taqvo, manhajda turish, boyi ham, kambag'ali ham saodatlik, salomat va xotirjam. Pul bo'lsa changalda sho'rva. Musulmonlarning tasavvuri ekanmi bu? Musulmonlarning falsafasi ekanmi? Muammo mana shu ikkita narsada. O'lchov va tushunchada. Shunday muammolar bor, dunyoni hamma pulini sarflasiz ham hal qila olmaysiz. Pul hal qila olmagan muammoni katta pul hal qiladi. Bora, o'shuning uchun hayotdagi bitta maqsadi katta pul topish. Topolmaydi. Topolmaydi. O'sha katta pul topganga qarangda, yana ham kattaroq pul topay deydi. Ana Steve Jobsda 100 marta qaytardik. 7,5 milliard dollarni topib qo'yib, 7,5 milliard dollarni topib qo'yib, oshqozon osti bezini, saratoni, raki bilan o'lib ketaverdi. Ancha-muncha davlatni sotib olishga puli yetadigan, butun yer yuzidagi tabobatni sotib olishga qodir bo'lgan odam ketaverdi indamasdan. Xulosa, dunyoda xotirjam, salomat bo'lishni xohlasangiz, omon bo'lishni xohlasangiz, saodat topishni xohlasangiz, Allohning manhajidan chiqing, taqvoni mahkam tuting. Mana endi birodarlar, tushunyapsizlarmi muammo nimada? Muammo iqtisodimizni orqada qolib ketayotgani, muammo ko'chalarimizning changligi, muammo ishni yo'qligi, muammo maoshlarning ozligida emas, muammo o'lchov tushunchada. Muammo shariatdan uzoqligimizda. Manhajga qaytamiz, taqvoni ushlaymiz, bu muammolar inshaalloh hal bo'ladi. Kim Allohdan taqvo qilsa, Alloh uni u uchun tayyorlab qo'ygan jannatga kiritadi. Alloh siz bilan bizni subulus salamga, salomatlik yo'liga chaqiradi. Siz bilan bizni dorus salom, salomatlik, omonlik hovlisiga, jannatga da'vat qiladi. Uylanayotgan paytda inson juft tanlashda Allohdan taqvo qilsa, taqvo bilan tanlasa, shu ayoli bilan bo'lgan muomalasida salomat bo'ladi. Inson kasb tanlashda, hunar tanlashda Allohdan taqvo qilib, Allohning manhaji bilan tanlaydigan bo'lsa, mana shu qilayotgan kasbikorida salomatda bo'ladi. Inson qilayotgan tijoratida Allohning manhaji bilan bo'ladigan bo'lsa,
tijoratida barakot topadi, bankrot bo'lmaydi. Va nihoyat Alloh taolo siz bilan bizni Dorussalomga, jannatga da'vat qiladi. Siz bilan bizni oldimizda 3 ta doira bor, 3 ta maydon bor. Ko'riladigan narsalar maydoni, doirasi, eshitiladigan narsalarning doirasi, maydoni va aql bilan idrok qilinadigan narsalar doirasi, maydoni bor. Qarang, ko'riladigan narsalarning doirasidan ko'ra eshitiladigan narsalarning doirasi kengroq. Nima degani? Siz 10 ta shaharni ko'rgansiz hayotingizda ko'zingiz bilan, lekin 100 ta shahar haqida eshitgansiz. Demak, ko'rgan narsangizni doirasidan ko'ra eshitgan narsangizni doirasi nima ekan? Kengroq ekan. Biz uchun Alloh taolo tayyorlab qo'ygan jannat abadul abad, mangu. 60 yil, 80 yil, hana boring 100 yil deb, mana shu dunyodagi hayotni halovatini deb abadiy hayotdan voz kechgan odamning ishi albatta aqlli odamning ishi emas. Ha mayli boring bir inson 100 yil yashasin. Shu 100 yili huzur halovatda bo'ladi degani emas-da bu. Pul yo'q bo'lishi mumkin, sog'lik yo'q bo'lishi mumkin, muammolar bo'lishi mumkin. 100 yil yashaganda ham hayoti hammasi komfortli bo'lmaydi. Albatta muammo chiqadi. Ha boring o'sha komfortli ham bo'lsin. Puli ham bor, tinchligi ham yo'g'i bor. Yoshi 80 dan o'tgandan keyin uni jasadi, organizmi eskiradimi? Ko'zi xiralashadimi? Tishi to'kiladimi? Pul o'shuncha, lekin baribir muammo bo'lyaptimi? Endi Alloh taolo siz bilan bizni fikr qilishga chaqiryapti. 70 yil, 80 yil boring, 1000 yil yashang, baribir bu kun o'lasiz. Alloh bizni nimaga da'vat qilyapti? Darussalam, salomatlik hovlisiga, jannatga. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Robbisidan hadis qudusini rivoyat qilib, a'adattu li ibadiyas solihina ma la aynun ra'at va la udunun sami'at va la khatara ala qalbi bashar. Oldimizda turgan narsa, ko'riladigan narsa, eshitiladigan narsa va fikr qilinadigan narsa deyildi. Endi jannatni Alloh qanday aytayapti? Solih bandalarimga shunday bir jannatni tayyorlab qo'ydim. Solih bandalarimga shunday narsalarni tayyorlab qo'ydimki, uni ko'z ko'rgan emas, quloq eshitgan emas va insonni aqli bovar qilmaydi. Ha domla eshityapmiz-ku. Anhor, mevalar, xurlar, ko'rmasak ham eshityapmiz-ku. Birodar, u jannatdagi narsani Alloh taolo aql bovar qilmaydi deyapti. Senga bu so'zlar bilan jannatni xabarini berdi, sen tasavvur qiladigan so'zlar bilan eshitganda quloqda tasavvur qilyapsan. Meva desa bir dunyodagi narsaga o'xshatyapsan, lekin haqiqati qanaqa ekanligini borganda ko'ramiz. Buni misolini avval aytganman. 2 yashar bolangiz o'malab ketyapti, qaynoq chaynakka qarab. Nima deysiz? Kuyasan, joning qiylanadi bolam, qo'y unaqa qilma deysizmi? Demaysiz. Nima deysiz? Papa deysiz. Chunki u bola o'sha papa deganingni idrok qiladi-da. Endi 30 ga kirgan odamga papa deydi, kuladi. Lillahil masalul a'la, jannatdagi narsani Alloh taolo bizga tushuntirish uchun biz idrok qila oladigan so'zlar bilan aytayapti, lekin haqiqati qanaqaligini borganda ko'ramiz. Inshaalloh ko'ramiz bilalashib, birodar, umidimiz bor. Shuning uchun ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan insonni aqli bovar qilmaydigan narsalar bor. Bo'ldi, ishonamiz. Demak, aqlimiz har qancha harakat qilmaylik, bovar qilmas ekan. Birodarlar, o'sha yoqqa harakat qilishlik aqlli odamning ishi emasmi? Keyingi mavzuyimiz. Assalom bo'lgan Robbimiz subhanahu va taoloning hamma ishlarida faqat yaxshilik bor. Allohning ishlarini birontasida yomonlik yo'q. Hatto odamlarning ko'ziga yomon bo'lib ko'rinayotgan ishlar bor, Alloh taoloning ishlari. Odamlarga yomon bo'lib ko'rinayotgan shu ishlarda ham faqat yaxshilik bor. Insonlarning aqli ojizligi uchun, uni hikmatini tushunmaganligi uchun yomonlik deb o'ylaydi.
Assalom ismi birodar bizni salomat bo'lishlikka chorlaydi. Assalom ismi bizni subulus salam, salomatlik yo'liga chorlaydi. Assalom ismi siz bilan bizni Dorus salomga, jannatga chorlaydi. Yer yuzini qarasangiz, zulm ko'payganligini ko'rasiz. Qatl, qahr, faqirlik, kasallik, qo'rquv, xorlikda yashayapti inson zoti. Ana shu musibatlardan qutulishlikni eng ishonchli yo'li assalom bo'lgan Alloh subhanahu va taoloning diniga qaytish bilan bo'ladi. Bu balolardan salomat bo'lish assalom bo'lgan Allohning manhajiga qaytishlik bilan bo'ladi. Ana aytdik, Alloh taolo assalom, salomatlik Allohdan bo'ladi, omonlik Allohdan bo'ladi, osoyishtalik, xotirjamlik Alloh tomonidan bo'ladi. Va aytdik, Alloh taoloning bironta ishida yomonlik yo'q. Albatta, sizni ko'zingizga yomon bo'lib ko'rilgan ishning ham orqasida yaxshilik turadi. Mutlaq yomonlik, nisbiy yomonlik. Yomonlik ikki xil bo'ladi. Mutlaq yomonlik, nisbiy yomonlik. Mutlaq yomonlik nima? U shunaqa yomonlikki, hech qanaqa yaxshi tomoni yo'q. Nisbiy yomonlik, bir tomoni yomonlik bo'lsa, qolgan 5 ta tomoni yaxshilik bo'ladi. Mutlaq yomonlik bo'lishi mumkin emas. Chunki mutlaq yomonlikni bor bo'lishi Alloh taoloning borligiga zid. Yomonlik mutlaq bo'lmaydi, u nisbiy bo'ladi. Endi mana shu nisbiy bo'lgan yomonlik mutlaq yaxshilikning xizmatida turadi. Mana aytdik, mutlaq yomonlik bo'lmaydi. Mumkin emas bunaqa bo'lishi. Har qanaqa yomonlikning orqasida yaxshi tomoni bor. Bir-biriga teskari aks narsalar bor va bir-biriga qarama-qarshi zid narsalar bor. Bir-biriga teskari narsalar bor va bir-biriga zid narsalar bor. Masalan, bir-biriga teskari aks narsalar. Oq bilan qora. Bir vaqtning o'zida oq ham qora ham bor bo'lishi mumkin. Masalan, devorni yarmi oq, yarmi qora. Yarmi qora. Demak, bir-biriga teskari narsalar bir vaqtning o'zida bir joyda bo'lishi mumkin. Biri ikkinchisini yo'q bo'lishini taqozo qilmaydi, talab qilmaydi. Tushundingizmi? Doskani yarmi oq va yarmi qora. Bir vaqtning o'zida ikkalasi bor, bir joyda. Biri ikkinchisini yo'q bo'lishini taqozo qilmaydi. Bu bir-biriga teskari narsalar. Endi bir-biriga zid, qarama-qarshi narsalar bor. Ular bir vaqtda birga bo'la olmaydi. Bir joyda birga bo'la olmaydi. Masalan, yorug'lik bilan zulmat. Tiriklik bilan o'lim. Bir odam ham tirik, ham o'lik bo'la olmaydi-da. Ili bo'ladi. Bular bir-biriga zid narsalar. Bir-biri bilan bir vaqtda jamlana olmaydi. Ularning bittasini borligi, ikkinchisini yo'qligini taqozo qiladi. Ana shu bir-biriga zid bo'lgan narsalardan bittasi Alloh taoloning borligi bilan mutlaq yomonlikni bor bo'lishi. Demak, Allohning borligi bilan mutlaq yomonlik jam bo'lishi mumkin emas. Alloh bormi? Demak, mutlaq yomonlik bo'lmaydi. Dalil Astagfiru billah. Qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u bi yadikal khayr. Oli Imron surasi 26-oyat. Ayting, ey mulki davlat egasi bo'lgan Allohim, sen istagan kishingga mulk ato qilursan va istagan kishingdan bu mulkni tortib olursan. Istagan kishingni aziz qilursan va istagan kishingni xor qilursan. Biyadikal xoyr. Bor yaxshilik yolg'iz seni qo'lingda. Qarang, mulkni berasan, olasan. Aziz qilasan, xor qilasan. Endi shu siyoqda ketsa, yaxshilik ham, yomonlik ham seni qo'lingda deyilish kerak edi. Yaxshilik seni qo'lingda deyilyapti. Yaxshilik ham, yomonlik ham deyilmayapti.
Birodarlar, mulkni berilishi, boy bo'lishingiz albatta yaxshilik. Ammo gohida olib qo'ygani yaxshi bo'ladi. Qana qilib? Olib qo'ygani qanday qilib yaxshilik bo'lishi mumkin? Allohga seni yaqin qilyapti nima? Berishimi, olib qo'yishimi? Agar berishi seni Allohga yaqin qilayotgan bo'lsa, berishi yaxshi. Olib qo'yishi seni qo'lingdan seni Allohga yaqin qilayotgan bo'lsa, olib qo'yishi yaxshi. Mana misol. Borib burdingiz olib qo'ydi. Nima yaxshilik bor bunda deysiz? Alloh deyishni boshlaysiz. Allohni unutib qo'ydingiz, olib qo'ydi. Olib qo'ydi, Alloh deyishni boshladingiz. Demak, mana yaxshi tomoni. Azizlik ham yaxshi, ammo gohida xor qilib qo'ygani ham yaxshi. Shu ikkala holat, azizlik, xorlik. Qaysinisi seni Allohga yaqin qilyapti? O'shunisi yaxshi bo'laveradi. Aziz qilganda Allohga yaqin bo'lyapsanmi? Azizlik yaxshi. Endi xor qilib qo'yganda Allohga qaytyapsanmi? Demak, xor qilib qo'ygani ham yaxshi. Kambag'allik yomon, xorlik yomon, ammo buni orqasida sizni Allohga qaytishingiz turibdi. Demak, bu ham qanaqa yomonlik ekan? Nisbiy yomonlik ekan. Shuning uchun biz ustimizga qanaqa kun kelmasin, albatta bu yaxshilik. Ayniqsa mo'min bandaning ustiga kelgan ish. Ma'qulmi? Hadis qudusiy bor, ajoyib. Agar bandalarim deydi Alloh taolo, men aytgandaqa bo'lishganida ularga kechqurun yomg'irni yog'dirar edim. Kunduzni quyoshni chiqarib qo'yar edim va ularni qalblarini momo guldirakning ovozi bilan qo'rqitmas edim. Alloh shu darajada bizni yaxshi ko'radi. Agar senlar bandalar men aytgandaqa bo'lishganingda yomg'ir bilan bezovta qilmasdim, uxlayotganingda yomg'irni yog'dirib qo'yar edim. Yomg'ir yoqqandan keyin havo toza bo'ladi, tabiat bir gullab yashnaydi. Ertalab turganda quyoshni chiqarib qo'yardim. Yomg'irni xavotirini ham solmas edim, momo guldirini ham xavotirini solmas edim. Alloh shunday muomala qilishni xohlaydi biz bilan. Biz gunoh ma'siyatga botib ketganmiz, shuning uchun ustimizga musibatlar keladi. Va ma asobakum min musibayati. Shura surasi. Ustingizlarga nima musibat kelmasin, o'zingizlar qilgan ish tufayli keladi, deyapti Alloh. Endi shu musibatni berdimi? Bu ham yaxshi biz uchun. Nima uchun? Allohga qaytamiz, tavba qilamiz, gunohlarimizga kafforat bo'ladi. Demak, mutlaq yomonlik bo'lmaydi. Bu yomonlik nisbiy bo'ladi. Mutlaq yomonlikni bor bo'lishi bilan Allohning borligi bir-biriga zid narsa. Modomiki Alloh bormi? Demak, mutlaq yomonlik bo'lishi mumkin emas. Asarlarda keltiriladi, Imom Daylamiy rivoyat qilgan Ibn Umardan Alloh taolo aytadi: albatta bu dunyo tekislik emas, egrilik dunyosi. Dunyo bilgan kimsa uchun qayg'u hovlisi, xursandchilik hovlisi emas. Kim buni anglagan bo'lsa, kengchilik uchun xursand bo'lmaydi, shiddati uchun mahzun bo'lmaydi. Ogoh bo'linglar. Albatta Alloh dunyoni imtihon hovlisi qilib yaratgan. Oxiratni esa mukofot hovlisi qilib yaratgan. Dunyo balolarini oxiratning atolariga sabab qildi. Oxirat atolarini dunyo balolariga evaz qildi. Bas ato qilish uchun avval olib qo'yadi, mukofotlash uchun avval balolab qo'yadi. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Wassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.